Bizni kuzatayotgan o'zbekistonlik, afg'onistonlik, tojikistonlik birodarlarimizga aytadigan gaping bormi bironta? Men tarafdan O'zbekistonga, Tojikistonga salomlar. Jonlari sog' bo'lsin. Xo'p, tashakkur. Do'stlar, alayk olasiz degan umiddaman inshaalloh. Assalomu alaykum aziz birodarlar. Avvalambor Afg'onistonlik birodaringizni kanaliga xush kelibsiniz deyman. Men Shamsullo Afg'onistonning Balx viloyati Sho'rtepa tumanidan bo'laman. Aziz do'stlar, mana ko'rayotganingizdek, biz bugun Afg'onistonda supurgi qanday qilib parvarish qilib yetishtiriladi, o'sha mavzuda bitta video tayinladim. Mana do'stlar, ko'rayotganingizdek, ushbu joyga avval bug'doy ekilgan. Bug'doyni terib olib, keyin mana supurgi ekilgan. Bug'doyning ortiga mana ko'rayotganingizdek, ushbu ukaxonlarimiz supurgining o'tlarini yig'ib yuribdilar. Mana ko'rayotganingizdek aziz do'stlar, Afg'onistonning mehnatkash bolalari mana ko'rayotganingizdek. Do'stlar, agarda videomiz yoqsa, videomizga bitta like va kanalimizga obuna bo'lishni unutmang aziz do'stlar. Afg'onistonlik birodaringizni qo'llaysiz degan umiddaman. Xo'p, Harman Xalmamat. Qanday ishlar bilan charchamayapsizlarmi? Yo'q, charchamayapman. Xo'p. Issiqlar qiynamayaptimi? Issiqlar qiynamayapman, qiynaman turmayapman. Xo'p, mashallah. Xayrlarni baqishtiryapman. Xayrlarni baqishtiryapman. 2 kishi bo'lib o'tayapsizlar, ha? Ha, 2 kishi. Ha, mashallah. Mana do'stlar, ko'rayotganingizdek, bug'doyning ortiga ekilgan supurgi. Mana bir qashqa to'libdi. Mashalloh, ayyam. Do'stlar, Afg'onistondan boshqa qaysi bir davlatlarda supurgi ekiladi? Qanday qilib ekiladi? Kommentariyada yozinglar, bilganlar bo'lsa. Xalmamat, bizni kuzatayotgan o'zbekistonlik, afg'onistonlik, tojikistonlik birodarlarimizga aytadigan gaping bormi bironta? Men tarafdan O'zbekistonga, Tojikistonga salomlar. Jonlari sog' bo'lsin. Xo'p, tashakkur. Do'stlar, alayk olasiz degan umiddaman inshaalloh. Kommentariyada yozinglar. Ushbu ukaxonimizni mehnatini qadrlash uchun ko'rayotganingizdek, issiq juda ham bir. Issiqni issiq demasdan, mashalloh. Mana ko'rayotganingizdek ishlashib o'tiribdilar. Mehnatlariga baho beringlar mana. Juda ham bir qiyin. Mana shunday qilib bitta ham o't qo'ymasdan o'tlarni yig'ib olish kerak. Mana artilariga o'tib ko'rsam, arqa tomonlarni mana ko'rayotganingizdek shunday qilib, mana aziz do'stlar, shunday qilib o'tashib ketibdilar mana. Har qancha 4 barmoq masofasi bor mana aziz do'stlar, ko'rayotganingizdek 4 barmoq, 5 barmoq o'rtaligida masofa bor. Mana shunday qilib qo'yib ketibdilar mana ko'rayotganingizdek. Xo'p, mana ko'rib turayotganingizdek aziz do'stlar, mana bu ko'rayotganingiz esa buni oldiga bug'doy ekilmagan hali. Bug'doy ekilmasdan turib ekilgan supurgilar bo'ladi mana bu ko'rayotganingiz. Hademay mashalloh yetmoqda pishib mana. Ko'rayotganingizdek bu supurgilar esa buni oldiga bug'doy ekilmagan. Bizlar buni erki jorib deb ataymiz. Erki supurgi er bilan ekiladi ko'klamoyi. Mana ko'rayotganingizdek aziz do'stlar, mashalloh. Bu supurgimiz hademay 25 kun 1 oy ichida yetadi. Pishib. Mana do'stlar ko'rayotganingizdek. Aziz do'stlar, bugungi videomiz shundan iborat edi. Sizlarga bir supurgi haqida bir ma'lumot ko'rsatay dedim. Keyingi videomda albatta siz aziz do'stlarni kutib qolaman. Keyingi videomgacha xayr, sog', salomat bo'ling do'stlar.